Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, bog'bonlar, uzum ishqibozlari, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 4-fevral sanasida Tojikiston Tursunzoda shahrida turibmiz. Bir necha yildan beri trendga chiqib kelayotgan avatar uzumini trenddan tushirgan uzum navi bu Preobrazheniya navi bo'ladi. Nima uchun? Bugungi mavzumiz mana shu aynan Preobrazheniya uzumi haqida bo'ladi. Qo'ldan kelgancha ma'lumot beramiz. Videoni oxirigacha kuzating va bu uzumning afzalliklarini bilgandan keyin bundan bog' qilmaslikni iloji yo'qligini bilasiz. Unda bog'ga kiramiz. Mana shu ko'rib turganingiz 2 gektar yerda Preobrazheniya uzum navi qilingan. Buni biz hosilini ham ko'rsatdik va oldingi arxiv videodan lavhalarda ko'rsatib o'tamiz, ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, ko'rib turgan mana shu bog'ingiz 6 yillik daraxt hisoblanadi. Ya'ni bu ilgari boshqa nav bo'lgan, keyinchalik bunga payvand usuli bilan Preobrazheniya naviga alishtirilgan. Nima uchun? Aynan Preobrazheniya. Bu nav boshqa uzumlardan ajralib turadigan jihati shuki, bu eng erta pishadigan navlar turiga kiradi. Ya'ni bilasiz, chillaki degan uzum bor. Ya'ni chilgi deymiz, chillaki deymiz, qora dumaloq eng erta pishar uzum, sal sho'rroq bo'ladi. Xuddi o'sha pishgan davrda mana shu Preobrazheniya davri, ya'ni pishish davri bo'ladi. Ya'ni bunga may oyini oxirlarida donlariga suv kirib, 15-20 iyun, e'tibor bering, birinchi oy 15-20 iyun sanasida u to'liq pishib yetiladi va donlari o'ta yirik bo'ladi. Xuddi rizamat singari, rizamat uzumi bor-ku, unda bilsangiz kichkina donlari bor. Uni o'ziga yarasha ishi bor. Ya'ni g'o'ralik paytida kichkina donlarni terib tashlamasangiz, uzum sifatli bo'lmaydi. Ya'ni kichik donlari bo'lib qoladi. Bunda unaqa kichkina doni bo'lmaydi. Juda ham serhosil Preobrazheniya navi 1-chi, 2-chi, 3-chi hosil qiladi. Buni men sizga mana shu bog'dan shu yil xudo xolasa 2026-yilni iyun sanasida ko'rsatib beraman. Albatta 2-chi, 3-chi hosillari birinchidan farq qiladi. Ya'ni birinchi hosili o'ta oliy navli bo'ladi. Ikkinchisi o'rta darajada, uni ham bemalol bozorda ya'ni uzumlar qatorida bemalol qo'rqmasdan sota olasiz. 3-chi navini tavsiya bermayman sotishga, sal nordonroq bo'ladi, lekin uni ham sotishda yo'li bor. Qanday bo'ladi? Bu o'zi erta pishar. 20-25 iyun sanasida buni yig'ib terib sotib olganingizdan keyin 2-chi hosilga ishlov berasiz. 2-chi hosil bilan 3-chi hosilga, ya'ni hosilni oradan kamaytirasiz. Oldinda hali iyul bor, avgust bor, sentyabr bor, oktyabr bor. 4 oy davomida siz bu qolgan hosillarni ham siyraklashtirib, ishlov berib, mana shu issiqdan foydalanib pishirib olsangiz bo'ladi. Va bularni ham o'rta darajadagi hosilga olib chiqib, ya'ni bitta bog'dan siz 2 marta yoki 3 martagacha daromad qilishga muvaffaq bo'lasiz. Mana shu uchun ham bu Preobrazheniya navi bu yil trendda bo'ladi. Ya'ni agar siz bog'bon bo'lsangiz, fermer bo'lsangiz, sizga tavsiya qilaman, albatta mana shu navdan ko'paytiring. Sababini aytdim, erta pishar. Hech qaysi uzum pishmagan vaqtda sizning uzumingiz bozorga chiqadi. Qachonki erta bozorga chiqqan meva har doim narxi qimmat bo'ladi va daromad o'shanga yarasha zo'r bo'ladi. Preobrazheniya uzum navini internetga yozib qidirsangiz mumkin, qizil rangda bo'lishi mumkin. Ko'rasiz, Ukraina taraflarida iqlim sovuq bo'lgani hisobiga qizaradi. Agar bizda ham mana shu holatda pishgandan keyin havo harorati pasaysa, u ham rangi qizarishi mumkin. Qizil emas, ola qizil bo'ladi. Lekin o'sha shakli oq sariq bo'lganda ham juda vidi zo'r bo'ladi, bozorbob bo'ladi. O'shaning uchun biz tomonda oq sariq bo'ladi, qizarmasa bu Preobrazheniya emas ekan degan fikrga bormang. Bu havo haroratiga bog'liq bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana shu bog'dan hamma mana Preobrazheniya qalamchalarini bitta qoldirmasdan sifatli qalamchalarni, ko'chatbob qalamchalarni yig'ishtirib olyapmiz. Buni xudo xolasa bahorga stakanchik holatda sifatli qilib ko'chatlarni tayyorlaymiz. Buni ko'chati may oyiga tayyor bo'ladi.
Agar siz bog'ingizga ekmoqchi bo'lsangiz, buyurtma berishingiz mumkin. Yoki siz kuzda ekmoqchi bo'lsangiz, bundan kuzga ham tayyorlaymiz. Ya'ni 2026-yilni noyabr, dekabr oylariga tayyor bo'ladigan ko'chatlar ham bo'ladi. Xudo xolasa yil davomida bizda eng ishonchli, eng sifatli bozorbob va dehqon eksa hech qachon kuyib qolmaydigan navlar ko'chatlari har doim bor va bular haqida to'liq ma'lumotni ham berib boramiz. Hozir esa mana bu Preobrazheniya navlari kesilayotgan bog'ni holatiga bir e'tibor bering. Bu aslida bilasizlar, Tojikistonda daraxtlar orasi 6 metrga, bunaqasi ham 6 metr bo'ladi. Endi hozirda bu sxema o'zgartirilgan, ya'ni 6 ga 3 qilingan. Ana bu 6 metrdagi uzun bo'lsa, mana bu ham 6 metrda. Ikkalasining orasi 6. O'rta 3 metrga shaxmat shaklida, ya'ni ikkalasining to'g'risidan emas, o'rtadan har 6 metrga yana ko'chat ekilgan. Shunda sxema 6 ga 3 bo'lgan. O'shanda uzum daraxtlarning shoxlari bir-biriga xalaqit bermagan holda uzum sifatli bo'ladi. Ilgari gektariga, 1 gektarga deylik 310-320 dona ko'chat ketadigan bo'lsa, hozirda 640-650 ta daraxt ketgan. Shunda hosildorlik ham ko'proq bo'ladi. Ya'ni hosil ko'proq bo'ladi. Aslida hosilda bunga kamroq qo'yiladi. Kamroq qo'yilganda juda ham sifatli uzum bo'ladi. Sifatni saqlab qolish uchun faqatgina hosilni kam qo'yish muhim emas, boshqa omillari ham bor. Bizni agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosib, dehqon akalarga tarqatib qo'ying. Mana shunaqa uzumchilik sohasida bilganlarimizni sizga ilinamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.